Assalamualaikum Batur. Nedəsiz? Ben Samaçay Xansda. Bir tamaq yeyli, kiləmsiz. Saxlay mənə. Əcəb yaxşı. Maqıl əmsəylik görüşülük. Cısmı layık yolmamız ki. Uy, bu kadar bir yadırıyımız var. Çeyim batayım kam şunlaşık gelgendim. Ha, şu çiğ var. Çiva. Ha, sizlerce O ilk körüşlen kızla körüşüp ağınemiş gibi sikit vermez. Ha. kandak kefka. O gibi beş lirayla kız ki. Beş yatağa. Yefka. Öz çıraylık boğan bilen kılık çıraylık buluş gerek de. O kılıklı mı çıraylık boğaşka ağınemiş gibi sıkıçıp çıkıp vermez bunu. Ama hemmenin birini digilmaydı. Hemmenin cüptü var mı? Ras. Bu iş epleşmek düzendi. Kandak lan silafka. Kandak yaptık yeni bir kızla görüşkün mandık. Aldığımız gibi katta bir kız saklap durdu da ha. Hazırlama. Kimde? Banka. Zlale. Oy eminim ufkam da koşaldı bir kere. Yefka. Mene. Oy mina. Mene de. Oy mina kızım. Çay geçip kalma yana. Ben şu değil şu. Vay sizinle diyor dese ismi cismi olaya 3 metre kelam gitsem. Vay mamina ceylik kim şey otursunuz o. Kandak kızı şu an Ay bir şey bu açtım. ki geçsin ama. Şu bizden uydukilerim aldırdı ve yaşka köşküm geldim ben. Anne naktep gelsek. Şöyle toz mu şu tuzluk mu? Ne? 5 yıldız? 5 yıldız? Ho, ya balansa bank kartdan maşınla dağçıların tayyamı diyen gep şunda mı ya ha? Ha, ağınem buldu. Qara,
Ağinem de o narsa bamagan bilen barga pak muhabbeti vacima. Ya balanza. Muhabbet degenden uyqulub tutquli, manqulub yig'landı. Ha? Ne dedi de? Uyyo, ya nima deydi da? Shash qiz keldim ama parangiz qalandiq dema ham ishlamsiz da qolsa. İşleymez dostça. Ha, men ağinem mana sabit ticaret dejima. Sizni so'radim. Ha, men muzika. Nimda peyzimi bek yaxshi ko'rma, jil peyzim sacımı. Elim çalsın. Men bago qaramış elektronlik real, gitarmış, dumbaqlar hamma çalmış. Ya adaş, men Peki çaldım yaxshi ko'ramsiz? Men endi salkida ko'rdim. Oy, endi nima Jon yoratdim dostlar. Ya bizga ham Amerika manda muzika o'ynab o'ynab qolganda. Yoratdim. Oy so'nishkiz bek yaxshi ko'rsin. Ya bo'ldi qilinglar. Sen paralashga keldingmi ota? Menmi? Nima da qilsa? Hop, sizlar parash o'tiringlar, men ketay bularda. Ya adaş. Ya bo'ldi adaş, sizlar paralashinglar. Yo'q, to'xta. Yo'q, to'xta. Yo'q, to'xtab turamiz. Ya. Qandiratda yaxshi turibsanmi? Qandirat sochimda yaxshimi? Yaxshi. O'zinglarning ishi-ku. Ey, yana pul tasdiqlatqini kirmagansizlar? Ya dada, qo'yg'ina dada. 4-5 qizil ko'rish bo'ldim degina. Zot ish aplashmadi shundami dash? Umrlik ishimga dada. Oldirab qora chiqazam bo'lmoqdekchimi? Jan, bo'lmas kiyim bog'i cho'ng pishaman chiqdik a? Hey, yaramaslar. Ve shunchalar pulni buzib tepkagan gapim mushimamdi. Bo'ldi. Sizlarni-chu o'zim loyiq deb o'ylayman. Adaş. Ben qaytaymikin deyman. Voy nimishqa? Ya mendan ranjib qoldingmi ya? Yo'q. Ha, bo'pti. Men endi sendan qiz talashmayman. Kim bilan ko'rashgan bo'lsa, paralashqimiz ko'rishaveradish. Yo'q, adaş. Unda emas. Ben uydagilarni bek sig'inib ketdim. Mana Mishel bir ay turish jarayonida nurg'un ishlarni tushundim. Ben aktigini sahar turib kunning sig'inib ko'ra oladigan bo'ldim. Mana menga kelib sahar chalab qoldim adaş. Eng muhimi nima desang bag'adash qaramış uyangdagilarni ijil inna bir xilma kayfiyatini ko'rib uydagilarni texmi sig'inib ketdim degina. Davat siyadashi. Bu o'tkilar seni o'zining bolistimi char ko'ryapsa, ya qara. Va qadrdon bilan makliyasini mendan battar yaxshi ko'rdadash. Yog'amiya. Ketma deysa, son nim bo'ldi deginadash. Ha? Degina? Qara. Men bu uyda naytda shu erkin ozoda yayrab yurayman degina. Uydagilardan mening varlig'im yo'q. Biz qadrdon makliyamış qo'zlarimga texmi chidamoqman degina. Lekin men bu uyga mehmon adash. Ko'nala deydigan, taqalmaydigan sorun yo'q deb. Shunga men qaytib qolaymikin dedim bu. Sen adaş bir de nim bo'ldi zade. Bir de attigan noshtamni boshqani yovonmagansa, sening holatingni mening birinchi qitim ko'rishimchi bor. Ya, sana bilan ta'sir qildimi? Ya, men diyamagan bir gap so'zlar bormi? Ya, sana bilan ta'sir qildimi? Ya, men diyamagan bir gap so'zlar bormi? Nim bo'ldi degina adash, ha? Nim bo'ldi. Jin gapni qilsam adash mening bu holatimni men o'zimni ko'rib boqmaganligini. Bu yerga kelib men bak chiqishlar ta'sir qilib ketdi. Turib o'ylab qoldim, men dadamni pulni sevib qoldim degina. Ham ularni bir ko'rish, ularni bir yo'qlig'ach, shu ayolim bilan yenishib olaymikin, da'vatim aqram. Ayoling to'y qilib olgan biz to'ysan bu. Va kimma balanza? Ya Riyimqon degan laqab bekor chaplashmagan. Qadi menga gap qilmay turib to'yni qilib baqsin, piyinni kesibdiman qo. Qata bo'ldi. Dada ale. Ben kıymetini kendi ilahına falan. Beni kızık ilahına. Deyim, adaş. Qanat sapray fuchib ketadi. Tamam ilahına. Yerlikte hocam avu. Nereden öz kolunu bakkan? Yo'q, shaydo degida.
Köpçülük. Kim oldu bana? Meslek bir boyun bir işini. Demekçi boğadım. Reyim ağinem uyga qaytmoqchi bo'ldi. Deydi oy bunu. Oy falan bu kandak diye. Ben qaytayda qo'yishib qoldim qo'chonda da. Oy bu yaktan gidip da bu yaktan ketadigan iş var mı oy? Shu emas musaqam, ko'plik kessa qanaqa qoldi? Tushung buzilib qolmagandi ha? Reyim Fuka, ben etken tamakla ağzınızı tetmayıvatam diye. Yerdan tamoq yarmi atam diye. Ya unda emas aka. Hada tamoqlaringizni ko'pdan ko'p rahmatchima. Jin gap ko'nglimdagi gapni qilayman. Mush dadam opamning qishida o'tib ashlani xizmatini qilg'ashmoq beshimni o'sha olaymikin dedim qo'chonda da. Bu oyunluğu hata emez balam. Ben senden pek razı olup gittim. Bana bu işki nevremni bu senette şunda yaş terbiyelerse. Biraz. Bulan yaman yolga başlamapsa. Bulardaki Yusuf'un talantını boykapsa. Bana bu işin pek hoşup gittim hey. Hem de karaman hem de kitime hem de atsa. Bu işte seni tosanmayım ben de yine. Ama yani kayıt kilişini ümit kılma balam. Cho'qib qaytib kelmoqchi onda. Qachonda kelsam qarshi olmasaqam seni. Rahmat aka. Balam, senin ko'nglingni biraz ranjitdi mi ya? Yo'q, appa. Hech kim ranjitmaydi juma. Undayman, bu tuyuqsiz. Hech kim ranjitgani yo'q appa. Aksicha men bu yerda sizlardan to'liq mehr muhabbatni his qildim. Bu dadı bala va yoki akfuka urutqanlar o'rtasidagi mehr muhabbatli bo'lib qolmasdi. Yana o'sha atrofda xulim qo'shnilardagi mehr muhabbatni to'liq ko'rdim ham his qildim. O'ylab qoldim. Men dadam opamlarning xizmatini yaxshi qilmabdiman. Shunga atrofimdagi qarindoshlarimni qadrlamabdiman. Shunga men ularni qo'shib berib, ularni jam bo'laymikin deb o'ylashib qoldim aka. Şunda gip geldi ama. Yaxshi. Yaraysa saqam. Rahmat aka. O'g'lidagi qildi. Reyim. Sen kessen adaş. 10 kantımda arıldıgan buldum de. Havas müzik atırtımız bu. Su çalışılgan buldu de. Makaradaş. Biz amaliyroq ish qilaylik. Sen bu naqshdan birini tut. Mana berib bir ishni beshing tutay. Qanday demedim aka? Yaraysa saqam. Qanday demedim cho'nda da? Yaraysan oğlum yaraysan. Oy balırım. Muş kılvatka işinla kaysı makal temsilki düşürdü bilemsizler. Ya qonun tushdi cho'nda da. Sarağına aklı düştün ki diyenge nak düşürdü. Ben qiziq juma cho'nda da. Ada. Aka yemeylimi? Alayla yeyli vallahi. Kızlar ketdi, elinglar, elinglar balam yana. Siz tamoq deydi men. Yana balam. Canım. O sıkan seyimi kırıp kaldı. Orada mı taza? Ana balam seyale. Ben bu satışma kolumuzu beklenme. Ne etken tamaksızlık dediydi Fuka. Güzel kopsaptı. Reyim qanqım shunda yaraydi. Maqtab yeb ketdi-yu. Oy. Ben de bekli. Yıkındım biri. Hazımı seher turup bitilgan bolup kettin o. Reyim ağinem gülüp kaptı menke. O keçiden bir uykum gelmey. Diyamadım şu. Uka, korkup uyuyamayapsan sen ya. Voy, qo'rqamsan, inim kirsa olmaz diye. Korkup diyamaydığına gitmez. Reyim akana ketip, ko'nglim yerim uykum gelmedi de. Bizmi ügünüp qaptikanmiz. Mana ustalning bir tarti kommi turdi. Şu an resmi. O Reyim'in geplerinden kızgınlık. Şimdi bizim küldürep demezsin o. Seğinin kapıcı mı Reyim'in o? Ustozimdan qadriga endi yetibsizlar-da. Bu chaqda g'alati kiyim kiyib olgansan. Atgan qo'pmuding. Bo'ldi, tamoq to'xtadi deganda gaplarni ko'zi kirib oldi. Endi mana qadriga o'tibdi-da. Sig'inib. Valla
Bu gapni bana kılıvatsan o deyman ha? Yo, sana demedim dada. Sana demedim. Undaq olsa kimga dedi? Mushkullarda men sizlarning ko'zinglarga kirayotgan chang to'zonga o'xshab qoldim ha. Men mucho bilan ketaman. Shu chaqdachu sizlarning ko'zinglarga kirib oladigan odami qolmaydi. Canım dada. Bu nimdigine andi. Ben seni demedim. Men demasan kim deding? Özem dedim. Sizden dedim. Hey balam qara. Men mucho shularni yaxshi bo'lsin deb shunday qilyapman. Va ashlar yaxshi bo'lsa foydasi o'ziga ku. Dada sen bu ketme deysen ki. Bu dünyada çocuk zevk kettin mi? Ya apam rahmetlikini seyirip kaldın mı ya? Ön. Bunda takka kılsa sen. Benim oldu. Dada kuskumsa toyup kettin. Bozkurta buldu. Çıktı ya içeceğim mi? İçeceğim mi? Makara balam içiyorsun hiç bulmadın ne varsa. Ya ben toyup kettim ama sen içeceğim mi? Söyleme. Yaş gittimen, kıyır ölümen dep ağızlarını bir uçtmuşlar. Mana balının çeynemiş kızmırlar. Voy anası, ben nemeni iş kızmaptım nemeni? Voy onun hayatını degan qamlashmagan gapirini siz mi anlagansiz? Bala emesin o işini bulmayın. Şu dada. Kichik emesin bu. Ko'ngling yerim qimg'ina bo'ldi. Ne qilsa o'zing azoblab. Og'zingdan soch chiqib qolmasa o'yna. Bak ağzımdan saç çıkıp geldi. Mağbur saç çıkıp geldi dostlarımın ardı takap girip gitmişsin. Voy bu og'zing soat chiqamda, unda osma ustal soatni birinchi chiqarib bera. Müşkemning ballar hayatı bir ay kız gap qilib bo'lmaydi ekan-da. Ballarım, çayını obdamda içinler ha? Çoy içiyorum. Ben karısılar. Ma düşükçe benim baş işim yoktu. Kim bo'lgan? Ma kendim patem şikirden üskünlerle ekepti. Bu barehlep çıkayım ki deyman bu. Oy bu yaxshi gap bo'lgan. Gap yarası. Ha bunda qilayli. Bugün meniki demirishim bo'lgandiki, patemdan uyga chaqirib biz o'qishtirib, tamoq etib, ko'pchilik birga tabriklamamda. Bu bo'ladigan gapkan. Voy anasi, buni xuncham qizimning gapi bo'yicha, patem bilan da'vatni mishakil chaqiran. Bizim işe tamaklı bir yiyip içkinlik paranı karışmayın mı? Şuna qilayli. Ne qilsaydi? Çay içola. Assalamualaikum. Daha kameradan var. Abang ketemu. Oy. Qaydara? Peçet koy peçet. Sim bupsan canım arayla. Sırmak güzel. Vallahi kete. Adam sert emas, kim sert degan shu jumla. Liqib padachitaz bir kechada oqatliq shaxslarga aylanibdi degandek shubdi. Oltin deb bo'lmagan. Oy ya. Xotun. Shikirdan ağa chiqdi. Oo. Patemni bektetib cho'kan jumla. O'zingga Patem chiqdi-da. Ha, akşam qaytib keldi. Voy, lekin u mendan oldirashasi. Batgan qopibdi. Voy, bular. Voy, men do'konga bormsam voy. Voy, men uskularni qurashtirmsam voy deb chiyim tayyorlab ketdi. Shuna men chayni ichib kiyimimni yetgan. Apam bilan ko'rishib qo'yay deb chiqdim. Obdan o'tadash. Ba'zi Voy, shu aytgan shu xalchimdan, voy, keldim kelibdi, ko'rishimsan bo'lmaydi deb dadam dab qo'yib ketgan adash. Qarab ketding og'ayna? ne qilib? Ha, dadam dab qo'yib ketdi. Hozir opamizga bir yerlarga borsa, sizlardan ruxsat so'rab bordi ekanda adash. U adash meni sen ruxsat so'rab dedim, dab qo'yib ketdi dedim. Adash, mening opam bor qara. Burun, menga kelishdan burun qara. Menga mendisi mangdigan, turmendisi turdigan, o'ttirmendisi o'ttirdigan ayol dedigina. Hamda sizlarning uyga giyinib kelib, qapazdiki maymun bo'lib qoldi dedigina. Yo'q. Nimda yig'ansa Davud yo'q gaplar qilib, qapasga maymun emas adash, qapasga yo'lbos degina. Qapazda demamsan. Xatoga qilibdi. Og'zim qapas emas, erkin qush, erkin ozoda degan gap hech qanday ish yo'q og'ayna. Erkin qush deb qo'yaylik. Adash,
agar aşında erkin qush bo'lsa, endi hech 10 qadam kelmaydigan mening uyamga sizlarga deb qo'yib, sizlardan so'rab, ananki mening qishimga chiqamlar. Qisqa qilgansan ku. Qara adash, bundoq gap tavur. Hozir ayollar bor-ku, erlar demak uya buya ketavergan bilan burun ayollar undoq emasga. Burun ayollar bor, bu so'g'dan chiqish uchunmi er deb qo'yibdi-ku. Mana mush esil axloq, mush an'anani mush xalqchiqdan saqlab qolgan gap. Shu dadam deb qo'yibdi adash. Mening opam mush an'anani mush qisda najab yo'q saqlabdi adash ya. To'xta. Men opam bilan bir ravs parangish baqa adash. Agar opam meni xarlayotdi desa, jinim adash, men opamni baqamay ichine uyaga akab qo'ymadim, akitib o'zim baqaman juma. Bunda aytsam bo'lmaydi adash. Bizning xalqchiqdan 2 qavat ko'p bilan ustida tug'izib, shunda avaylab asrab nimqotimiz. Ko'rma. Opam bilan parangish bo'lay. 2 qavat ko'pining ustidimi, o'tning ustidimi, anangdan keyin sen bilan hisoblashman-ku adash. Ha? Xo'sh, men mangdim. Xo'sh. Uzatma bo'ldi. Tamam. Kela. Kela paçaycha. Bolam, Bay. Fatem sog' salomat qaytib kelganda bolam. O saq salomat qaytib keldi shu vaqt sal kashf ketdi o kayishchu. Shunisini qishin kiramni do'qinaydi. Öttigan bilib bir kirib chiqsam bir salom qilamiz desak, meni xavring va aloqa ishkirdin oyoqqa yo'qsa hali qoldi, yo'qsa uskunlarni atgan qurash turatmasa aloqa texnik, shu texnik dediras. Ashta ketadiganligini shu amaliyot aşağı ketib qoldi. Mehmetçi qara bolam, g'uncham bilan maslahatlashib, sizlarni bir tabriklab, bir vaqt tomoqqa bir chaqiraymiki deb kirar edim qara. Tomoqni uyadimsakmi? Bolam, shunda yaxshi ishlar bo'lyapti, bir xop ko'rinasan-ku. Yo'q. Xopmi? Bir ish bo'lmaganda. Voy, deydigansan yaxshi endi. Endi yaxshi. Opa. Ha? Raskeman deydi. Sen aş uyda qandaroq turibsan? Voy bolam, men shunda yaxshi o'tyapman-ku. Men seni qaytirib kelib. O'zim baqaymiki. Yaxshi ko'nglingga rahmat, jinim bolam, rahmat. Bolam, bir gap angladingmi ya? Yani sen biz bilan ko'rashmoqchi bo'lsang, mening uyam chiqmoqchi bo'lsang, biz sening o'zingning bolasi tursa, endi ashladin ruxsat so'ra, endi ashlag'i deb qo'yib chiqamsan. Voy bolam. Men qara, er kishini cho'ng bilish, uni hurmatlash ayol kishining majburiyati. Bir qadam atlasaqmi, bildirib qo'yish ayollarning fazilati. Senchi buningdan xotirjam bo'l. Men uni qilmasam bo'lmaydi. Solih g'unchamlarchi menga pek yaxshi qarayotdi. Saud dadammi shu? Bolam, men turmushimdanchi pek rozi edigina. Yani men belki bu ishlarmi shu sizlarning roziligingiz bilan bo'lgan ishlar. Saud dadamga balki bek zig'irlab ketmas. Endi andim boshqasi agar sen biraz hurt-purt deydiga cho'qim bir nim qilib o'taman men. Voy Davudim. Qarg'ina seni bir kostyumni kiyib shunda kuchli bo'lib ketdingmi? Oy, nim deydigan sapam, voy kostyumni kiyildi. Kostyumni kiymasam kete alayım ben uluğa. Bakanmayma açıkmayma da ulağa. Şimdi işte aşına bop kaldı da endi. Çıkıp kanda yapı çokum dejma apam ben de koyayım. Benim ko'nglimni ayadım da ben de o. Menden herkes ensirmeycimi balam. Ben şunda yaxshi. Dayır olsun o meylim de. Ya bazı mahkemler tuttusun. Ben sizin çok bizim avu. Karhanımız apının. Oy yukarıda adamlar cihazı. Kilinin. Oy yaman. Yaman ben de koyayım. Ben başta işini gitmeyeydim. Öyle yaxşı. Ama saatin ekip tutar ama saatini bakıyordum ama. Öcep çıraylık saat. Bana balam.
Şu. Aşkı devranım yasıvetti. Alamet yasıvetti diyeyim. Lekin qandaq gap o'smoq deysan? Xotirjam. Mendimcha bek xotirjam. Nasıl bak çürgün var mı? Çay iç, çay iç. Quruq olsun çay içelim. Ay tamaqlar ilanlar. Qanaqaroq bo'ldiki, Davud? Tamaqlar o'xshatdi. İlanlar. Yana bolam yana. O'xshatdimi? Haras Fatem, ishkatni saqlamat kelyapsiz. Uyatga ishlaringiz o'ngishli bo'lganda-ya? Rahmat, sağ-salamat kelib oldim ha. Uskunlarni akab bir qurashtirib bo'ldik. Mashinam ish chiqib ketdi hozir. Bak. Bunu aramızdan şunda dağlı karakancılar çıktık babamına. Fatem kızım ben sizin tebriklayman cuma. Rahmat, sağ ol dada. Endi korxonchi deb ketgilimi bo'lmaydi. Bu mening tirishchanligim emas, mishat o'tdagan hammanglarning qo'llab-quvvatlashi bilan davlatimizning yaxshi siyosatlaridan, iqtisodiy jihatdan yordam qilishlaridan oram shunchalik kunga ulashib Yaxshi bo'ldi. Oyo, Fatem notiq o'qisa? Qiziq gapini albatta tashlab ketdi. Bu men vatilda degan ekan. Davut balam, endi sen bu uykunu azırak uxlab, bunu ayağını cıkırak yerden kıkın cuma. Şuda qilmasan unda. Men shuni niyat keldim. Men uxlamayman bundan lekin. Yaxshi. Maqaram Davud. Endi uxlasınız set olacak mı? Davudga endi uxlab qolsang, asratiga aynib ketsa. Ama keltirmasdan saqal. Endi men qarasaqa, necha vaqtdan beri uxlag'anim yetadi menga. Sen bana adashimlik yetib uxlayganda o'rtib uxlagan o'zgartib ol. O'rtirib uxlashqan bo'lmaydi, yetib uxlashqan bo'lmaydi. Bek uyqungiz ketib kelsa, memib ish qilib uxlangchimi? Menga turmaydi. Yomon uxlayotgan Davudga, meni ham ketib deyman, quduq chiqib ketsan. Voy balam, qo'lingda guldek hunaring vatdi, bir oshpazlik qildigan. Uxlaverib shuni yeb etdingmi? Voy. Deydigan da'vatchinim apa. Ya balam. Maqra apa. Bir nasihat vatdi, deydi mana. Men bir o'ylab qoldim. Shu opam deganda, men shu oshpazlik kasbini asli keltirib qolaman. Men bizimki xotinimki do'konning qishida dukoylar. Shu yerda shu oshpazlik kunlarini ish qilib, men azroq tapaymiki qanday deysizlar? O'ylabdi, ha. Pul yo'q. Yo'q, Ay Davud. Voy puldan g'am qilmang, sizda pulimiz bor, ama Fatemda pul yo'q. Agar oshxona ochaman desangiz, ama Fatem yordam qildi. Qanda? Voy, bu topgan pulni raxolman deydi bu. Ben qiziq gap bo'lsa, endi bir ish qilaman desangiz qarab turmasman men bu. Qaradash, sen raslo ashqa chiqqan ishing bo'lsa, men senga yordam qilmayman. Mana aklar qilaman. Ishni saqladim. Ha ballarım, bu keyfiyette ben pek hoş oldum. Fatem kızımın ki kim tikiş karkanısı tekimi güllensin. Bana bu şimdi yakşı ebzel siyasetlerden paytlanıp, ilgilik tiklep, turmuş olanı yakşılap, Cungu arzusunu emelk aşırınlar. Dadam noit o'rliq gap qildi, qarindoshlar. Hammamiz birlikda tirishaylik. Ashqa qilaylik, tabir qilaylik, tirishaylik. Tamamımıza ketdi. Ma'qul yeylik. Abba, dada, aka, hala bekçiler kıptı. Vay, mat. İstek adamda uxlatmayın, qattiq uxlab o'tiribdi, degani yapka.
daha orak bilan Oy, bundan kompüter oynamasam, dadam chaqirib, voqea gibi bilan meni qo'g'lab turyapti. Voy, nima qilibsiz? Shunda qaysi qoyilmasdan sabodim, nafasinim. Qatazlab qaytib qo'ydim. İşte bırakmakçı mı? Ha? İşte bırakmakçı mı? Hocam! Vallahi beni. Ya böyle Neden hayvanlar geldi? Abi şimdi gidelim ki buna. Ha, bu bakışa. Burada. Dikkat tutma ha. Ay şeytan. Kıra. Kıra. Buldu. Kadırdın mı kıra? Ha, bak. Hey Sabit. Vay cep çeşitli adam ne? Kırgın olsa ezmek mecbur da. Hey balam hey. Muşu telefonga muşinçilap başçılap kırıp geçsem. Bunu dokununga uğur kirip bağırıyor. Hamı milyonla iç kesim. Tülmaydı kesen de he. Bak. Kim dedi gazada? O telefonlar iPad bu. Bu da. Bu atiga şu tukan içip zerkenim de içim sıkılıp muşuna oynamsam ben qanday qilmay vaqtim kızım. Hey muşunun ornuga bir yaxshiroq kitap o'qigan bo'lsang bo'lmamdi balam hey. Hey siz. Ya dada. O dada, aynı kadın mı? Bugün hava yaxshi ekanligini. Da fikrab aylanib keldi. Ha, bak, muzlat ketgansiz qiziq choy ichasiz. Rahmat balam rahmat. Voy bu Mahliya bilan qadrdan ko'rinmaydi-ku. Ha, Fatih'nin oğlu kiribdiki, üç kompüter oynadım. Şu dada. O kışta oynayan oyun bomba şunu oynayatgan ular. Voy bu tunugim o'ynayotdi. Bugun yana shuni o'ynayotamda. Voy bularga bir salomatchilik degan narsa kerak emasmi? Voy buni ko'z kerak emasmi bolalari? Mush uydan ash kompyuterdan boshqa bolalar o'yinidek bir narsa chiqmay qoldi menda. Shu dada. Nega. Nega dada? Bu Maka. Bunu sandık mı ya çıkıp kaptı da ha? Shunday bu sandık bir şey chiqib qopti. Ha, dada. Uylarni yig'ishtirgandim. Shuni bek tutilishib ketganda, shuni ochib ketibdim. Hey Sabit! Dadam chaqirdi. Mana. Bunu sandıkla ağzına içsinler. Açamda. Açam acayip oldu. Dada bu burun oyuncaklar koymuşsun. Şundak balam şundak. Bana şu oyuncaklarını oynapsızlık kichik oldun tatmadı. Çoğuğa. Şu. Bırak hemen. Mama canım bakı kıra. Ma cırıldak. Mama bakı kıra mı? Mama canım bakı. Ma cırıldak bir sene kıra kıra bakı. Ma lechona bir sene kıra. Kanki kıra. Kanki kıra. Sen işte oyuna yıkıp çıkarttın. Tasqa qatıyap kızıdır bakın. O qamchilarni topsa qapçı mı kıra? Rahmetçi mi sana? Sınıfçı analar rahmetli. Ballarımdan oynasın dep özünün közünün qarchığını asıraganda çıkıp koygan. Bunu okumuş ballarımla oynaydigan bolsa birisi hareket oldu degan ajabim bor. İkincisi dersnin sırtqı vaqtlarini ahamiyatli o'tkazadi. To'g'ri. Ondan keyin buni salomatchiligim shunday yaxshi degan bu. Ras dada ras. Sen nima qarab
Soğuk dursa çakır yapalım. Çakır çakır. Ben Ulan çakır. çakağına Ben çakağına. Dada. Arkadaş, yoldaş, boyu sözlükdaş, senin bilen ben adaş. O ne diyen balı var mı? O ne diyen balı var mı? Böyle diyen kalı var mı? Şunu diyen sular var mı? Dübüdüklü atlar var mı? O ne diyen balı var mı? Böyle diyen kalı var mı? Şunu diyen sular var mı? Dübüdüklü atlar var mı? Oynaydigan balı var mı? Oynaydigan balı var mı? Uyğumar balıyman, köp oyunni biliyman. Tapşırıqlarım bek tola. Kaçı diyen bana var mı? Kaçı diyen bana var mı? Bundaq eğer sömke var mı? Bu derdimge dava var mı? Eytin bizde günah var mı? Hamma yerde masina, hamma yerde öy bina. Keşte qiyni yulduzlar. Oynaydigan pala var mı? Oynaydigan pala var mı? Suda sözük şula var mı? Kipinekler qoğlaşqan, gül içilgan dala var mı? Oynaydigan tala var mı? Oynaydigan tala var mı?